Maşallah. Mol zo'rlaridan kelgan bugunga aka-ukalar. Assalomu alaykum barchaga, chorva olami obunachilari hamda mana bunday bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun bo'g'oz mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga shanba 2026-yil 23-may sanasida kimga sifati biz bergan ma'lumotlari to'g'ri kelsa 95 059 33 36 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar, mollarimiz kichkina molchalar emas, katta mollar, yedi ishtilari zo'r, tanijoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Ikkalasi ham birinchi qoringa bo'g'oz akalar. Xo'p, sizlarni ko'p kutilmagan holatda ma'lumotlarni beraveramiz. Aka-ukalar, har xil negativ yozuvlar, shart emas, qimmat, boshqa deganlar hammasi holatiga yarasha 21 millionga ham 18 millionga ham bo'g'oz mollar chiqardik. Endi bu mollar bo'lak dunyo. Birinchi qoringa kurakchi, bunisi 4 kurak. Yuvoshliklarni ko'rasizlar, mana o'ta yuvosh, lekin tug'magan 4 kurak. 3 kurak 4-chini yangi chiqaryapti ekan akalar. Tashabdi. 4 kurakka olaveringlar. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.30, 1.28 ga, 1.27 ga ham olaveringlar. Men past etaveray akalar. Birinchi qoringa narxiga aka-ukalar bunimizda. Bo'g'ozligini aytmabman, bo'g'ozligi 7 oydan o'tgan akalar. 7 oylikka hisobini olaverasizlar. Narxiga akalar bunimizda 37 million 500 ming so'm yana kamini qilib beraman. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Molimiz katta mol, kichkina mol emas. Liboy viloyat bozorlariga xohlagan blogerlarga chiqyapti, bloger aka-ukalarimizga. O'sha kanallarga ham solishtirib olaverasizlar narx-navosini. Mana bu molimiz shvet. U ham shvet. U aka-ukalar, u ham shvet. Shvetda ham 5-6 xili bor-da. Mana bunimiz ham toza shvetlardan biri akalar. Xo'p. Bunimizda bo'yi 1.30 buni ham. Buni ham 1.27 ga olaveringlar. Men past etaveray bo'yini. Oyi bir xil. Buni ham oyi 7 oylik bo'g'oz. Yuvoshliklarni qaranglar buni ham. Akalar. Xo'sh. Mana yuvoshliklari. Mana aka-ukalar. Yuvoshliklari o'ta yuvosh. Kinniklarigacha bor, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu yergacha yelin soladi. Ko'ryapsizlarmi? G'ash kelyapti. Molda, lekin yuvoshligi o'ta yuvosh mana. Mana akalar. Kinniklarigacha bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Yelinni manday soladi. Bunimiz 2 kurak akalar. Kurakchini yangi chiqargan. Buni ham oyi bir xil, 7 oylik. 7 oydan o'tgan 7 oylikka olaverasizlar. Hozir mana yuvoshliklari o'ta yuvosh, yana qimilladi yurib negativ ham yozishlari mumkin-da. Xaltani ko'ryapsizlarmi? Mana yuvoshliklari akalar. Mana o'ng chap orqa oldi tanlamaydi mol. Hozir nimagadir g'ash keldi, xolos bundan oldingi qimillaganda kinlikkacha soladi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana akalar. Bo'yi 1.30, 1.27 ga olaveringlar buni ham. Nariroqqa o'tgan jonivor o'zingni ko'rsat. Bunimizning narxi akalar 36 million 500 ming so'm, yana kamini qilib beraman. Kimga yoqsa aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dastavkasiga o'ylanmaysizlar, vodiy bo'ylab dastavkasi besplatno. Xohat tomonlarga kelishilgan holatda. Sog' bo'linglar akalar.